Birodarlar, chakmoqlarni qoladik. Parametlarni qilib, ichlarini tozalab, cho'lib chiqaraveramiz. EP'li suvni ichida lubasi ham qismga ketgan ekan. Chiroqlarni ham yo'qmayapti, chiroqlarni kuyib qolgan ekan. Uning ichida ularni qo'yib beramiz. Kimga shunaqa qismatlar bo'lsa, aloqachi kelsa, sifatini garantiyasi bilan qo'yib beramiz. Hozir bo'lgan holatini video qilamiz. Eski holati. Nikellarga cho'k ketib qolgan, nikellarim eski ketib qolgancha ustlari ko'chib, o'z holatini yo'qotib qo'ygan. Xohlasa chiroyli chiqarib beramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqachi kelsa, sifati bilan garantiyasi bilan qo'yib beramiz. Assalomu alaykum birodarlar. Chakmoqlarning faralari tinib oldi. Bu darajada idealroq. Hamma o'zini radnoy qo'ygizib berdik. O'rtikalarni ximikat kuchlarini tozalab, ximikat bilan bunday qilib chiqarib berdik. 163 chakmoqimiz bo'lgan holati idealni chiqarib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa garantiyasi bilan aloqachi kelsa, sifat bilan garantiyasini qo'yib beramiz.